Kuxinni men so'raganman deylar. O'zingizlar bitta ko'rasizlar, baho berasizlar, yoqsa like bosib, agar shunaqa kuxinni mebel kerak bo'lsa, pastda egalarning nomerini yozib qoldiraman. Aloqaga chiqsanglar, faqat buyurtma qilib berishadi. Любой dizaynda qilib berishadi. Bir ko'rishga harakat qilaman, qaranglar. Mana bu yerda zo'r ideya qilishgan, mana bu yerda katorligi bor ekan, полный отопление sistemasi stvoradi, ko'ryapsizlar. Mana bu yerga menimcha ishlashgan, xullas, cho'tki qilib ishlashgan. Mana bu gaz bo'ladi. Noodatiy har doimgidek, ya'ni noodatiy ishlarlar. Bu yerda tepasida polkalar bor, ko'rib turibsizlar. Pastda tortmalari bor. Menimcha bu normal 50-60 kiloni ko'taradi. Bu yerda bo'lsa, mana bu gazni chiroyli qilib qo'yishgan. Mebelni ko'ryapsizlar, ikki xil rang tepasi. Mana bitishgan, anaqasi ketgan bu yerda cho'tki. Oynali qilib qo'yishibdi. Bu ham vashti noodatiy dizaynga gapirishimiz. Tepalarda bo'lsa, taroz sistemada bunday chuqurlik qilib ishlatilgan gap bo'lishimiz. Mana bu gaz. Gaz tegida bunday. Hamma o'z mashina gaz qo'yib bilasizlar uyga. Dizayni vashti cho'tki. Tegida misol uchun musor cheliklar qo'yadi, xuddi shunaqa. Hop, bu yerda bo'lsa polkalar. Polkalar ham baquvvatgina ishlangan, sifatli mahsulotdan qilingan. Hop, bu hamma mahsulot krashinli mahsulot bo'ladi, rangi bo'yalgan, cho'tki ikki xil rangni qilingan. Vashti oshxona mebeliga vashti zo'r tushgan, tepadagi lyustralar ham cho'tki ishlab qo'yishgan. O'sha gap, xuddi shunaqa mebellar kerak bo'lsa, egalar nomerini yozib qoldirdim, aloqaga chiqasizlar. Buyurtma asosida qilib berishadi, 15 kundan 2 oygacha, agar kech qoladigan bo'lsa, srogidan kech qoldimi, aytilgan summadan 10% skidka qilib berishadi.